Assalomu alaykum hurmatli Qo'shtepa tumani fuqarolari hamda aziz mehmonlari. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan mahallamizda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish, huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurash asosiy vazifaga aylantirildi. Xabaringiz bor. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan joriy yilning 18-mart kunidagi qarorlari asosida har oy yakuni bo'yicha ichki ishlar organlari hamda prokurorlarimiz tomonidan ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali aholiga mahallalarimыздagi kriminal vaziyat bo'yicha profilaktik ogohlantirish murojaatlarini amalga oshirmoqdamiz. Muntazam ravishda Qo'shtepa tumani ichki ishlar organlari xodimlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan amalga oshirilgan ishlar davomida samarali natijalarga erishmoqdamiz. Joriy yilning 10 oyi davomida tumanimizda sodir etilgan jinoyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, 314 ta jinoyat tashkil qilingan bo'lib, shuni oldini olish mumkin jinoyatlarimiz 125 tani, aniqlangan jinoyatlarimiz 124 tani hamda kiber jinoyatlar, ya'ni ijtimoiy tarmoq orqali sodir qilingan jinoyatlar 65 tani tashkil etmoqda. Oktyabr oyining o'zida esa 54 ta jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, shundan 11 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar, 10 tasi aniqlangan hamda 33 tasi kiber jinoyatlarni tashkil qilmoqda. Xususan 21 ta o'g'irlik, 13 ta firibgarlik, 3 ta tan jarohat yetkazish, 3 ta yo'l transport hodisalari, 4 ta giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir qilingan bo'lib, sodir etilgan 54 ta jinoyatlarning asosiy qismi, ya'ni 61% kiber usulda sodir qilingan jinoyatlar tashkil qilmoqda. Tahlillarga ko'ra, jabrlangan asosiy fuqarolarimiz o'zlari tanimagan, bilmagan fuqarolarga plastik kartalar kodlarini berishlari yoki arzon narxdagi bo'layotgan savdolarga ishonib qolishlari sabab bo'lmoqda. Shu sabab hurmatli prezidentimizning 153-sonli qarorlari asosida joriy yilning 1-noyabrdan 1-dekabr kuniga qadar respublikamizda keng qamrovli kiber madaniyat oyligi o'tkazilmoqda. Shuningdek, oktyabr oyida sodir qilingan 3 ta yo'l transport hodisalarini tahlil qiladigan bo'lsak, har uchala yo'l transport hodisamiz ham haydovchilarning qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etganligi, ya'ni yo'l transport hodisalariga amal qilmaslik orqasidan sodir bo'lmoqda. Shu sababli yo'l harakati ishtirokchilariga, piyodalarga, haydovchilarimizga yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlari, svetoforning qizil chiroqlari, piyoda o'tish yo'lakchalari kabi qoidalarga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Murojaatnomam yakunida hurmatli fuqarolarimizga qonun qoidalariga qat'iy amal qilishlari hamda qonunlarimizni hurmat qilishlarini so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.